Hammaga salom, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilar va bizni yangidan tomosha qilayotgan kuzatuvchilar. Bugun sizga Kanada hamda O'zbekiston o'rtasidagi migratsiya sohasida yangiliklar hamda Kanada hukumati ish beruvchilari tomonidan O'zbekiston fuqarolariga taqdim etilgan 30 ming nafar bo'sh ish o'rinlari hamda mana shu bo'sh ish o'rinlariga qanday hujjat topshirish, qanday ro'yxatdan o'tish ishlarini sizga video davomida to'liq tushuntirib beraman. Siz videoni o'tkazmasdan ko'rishingizni, agarda sizga video ma'lumot ma'qul kelsa, like tugmasini bosib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Xo'p, birinchi o'rinda siz O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotga O'zbekistonda xizmat ko'rsatayotgan xususiy bandlik agentligi hamda Kanada ish beruvchilari o'rtasida O'zbekiston hukumati va fuqarolari uchun 30 ming nafar bo'sh ish o'rinlarini taklif etadi. Va siz ish beruvchilar talabiga javob bersangiz, bemalol ro'yxatdan o'tishingiz mumkin, bemalol hujjatingizni topshirishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish ishlari hozir bor, 3-4 oy davom etishi mumkin. Ro'yxatdan o'tish ishlari tugashi bilan Kanada ish beruvchilari O'zbekistonga tashrif buyurishadi va ro'yxatdan o'tgan fuqarolar bilan suhbat asosida imtihon bo'ladi. Suhbatdan o'tganlar esa Kanada ishchi vizasi bilan ta'minlashadi. Xuddi mana shu jarayon Angliya mavsumiy ishchi vizalarida bo'lgan edi. Ya'ni siz Proforce saytidan ro'yxatdan o'tgansiz va Angliya ish beruvchilari ro'yxatdan o'tish jarayoni tugashi bilan O'zbekistonga kelishgan va ro'yxatdan o'tganlar bilan suhbat asosida imtihondan o'tkazib ularga Angliya mavsumiy ishchi vizasini berishgan. Kanada ham xuddi shunday ro'yxatdan o'tish ishlari tugallanishi bilan Kanada hukumatidan ish beruvchilar kelishadi va O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan fuqarolar bilan imtihon yoki savol javob bo'ladi. Mana shu savol javobdan o'tganlarga esa Kanada hukumati ishchi vizasi taqdim etiladi. Xo'p, ana endi sizga Kanada hukumati ish beruvchilarining O'zbekiston fuqarolariga o'sha ishlar bo'yicha qanday ishlar va o'sha ishlarga bo'lgan talablarni bemalol o'qib eshittiraman. Xo'p, birinchi talab bu qanday ishlar? Ishlab chiqarish, qurilish, o'rmon xo'jaligi hamda xizmat ko'rsatish. Bularni sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, o'rmon xo'jaligida siz daraxt kesishingiz mumkin. Xo'p, texnika haydashda ekskavator, yuk mashina yoki o'rmon kesish bo'yicha daraxt kesish bo'yicha o'zini uskunalari bor. O'sha uskunalarni haydashingiz va boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Xizmat ko'rsatish sohalarida esa siz qariyalarga qarashingiz, hamshiralik sohalari kiradi va keyingi o'rinda qurilish sohasida o'zingiz bilganingizdek qurilish va ishlab chiqarish sohalarida baliqchilik yoki shirinlik yoki zavod fabrikalarda ishga kirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ish beruvchilarga qo'yilgan talablarni o'qib eshittiraman. 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan jismonan sog'lom ayol va erkaklar. Jismonan sog'lom deganda o'zingizning shahar markazingizda shifoxonaga borasiz, o'zingizni tibbiy ko'rikdan o'tkazasiz, sizga sog'lomlik haqida hujjatni beradi, xuddi mana shu hujjat. Xo'p, undan keyin sudlanmagan bo'lishingiz kerak, ya'ni jinoiy javobgarlikka tortilmagan bo'lishingiz kerak. Jinoiy javobgarlik deganda agarda odam o'ldirish yoki juda qattiq jinoyatlar bilan sudlangan bo'lsangiz, afsuski sizni Kanada hukumati ish beruvchilari qabul qilishmaydi, chunki bunga asosiy sabablardan biri Kanada hukumati shunchalik nozik va tinchlikparvar mamlakatki, siz jinoiy javobgarlikka tortilgan bo'lsangiz, ishchi viza, sayohat viza, mehmon viza, talaba viza yoki biznes viza bilan Kanada hukumatiga borishingiz bu juda qiyin. Tinchlik va nima desam bo'ladi? Tinchlikparvar va nozik davlat bo'lganligi uchun chet eldan tashrif buyurayotgan jinoiy sudlanganlarni afsuski Kanada hukumati qabul qilishmaydi. Shuning uchun ham ish beruvchilar ularga ishga taklifnoma berisha olmaydi. Xo'p, siz 18 yoshdan 50 yoshgacha ayol va erkak bo'lsangiz, sog'lom va jinoiy sudlanmagan bo'lsangiz, ayrim sohalarda ish tajriba, ayrim sohalarda esa yuk mashina, ekskavator haydash sohalarida esa haydovchilik guvohnomangiz bo'lsa, ish tajribalari bo'lsa, bemalol hujjat topshirishingiz mumkin. Va bu yerda bitta talab qoldi, ya'ni chet tilini bilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni rus tili, ingliz tili, fransuz tili, ispan tili, mana shu 4 tala tildan birini bilsangiz, bemalol hujjat topshirishingiz mumkin. Xo'p, ana endi hujjat topshirish ma'lumotlari bizning mana shu video kommentariyasida ismingiz, kasbingiz, yoshingiz va hozir qaysi mamlakatdasiz yozib qoldiring. Chunki siz deylik Rossiya yoki boshqa Qozog'iston yoki Yevropa mamlakatlarida bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizga xabar beriladi. Agarda siz chet el mamlakatiga bo'lsangiz, sizning nomzodingiz mana shu sanada, mana shu soatda ish beruvchi bilan qo'yildi. Mana shu soatda O'zbekistonda bo'la olasizmi yoki O'zbekistonga yetib kela olasizmi deyishadi. Bemalol qaysi mamlakatda bo'lsangiz ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Kanada
ish beruvchilarni ro'yxatdan o'tishida. Xo'p, ana endi kommentariyada ismingizni, yoshingizni, kasbingizni, qaysi davlatda ekanligingizni video kommentariyasida albatta yozib qoldiring. Biz o'zimiz sizga havola manzilini qoldiramiz. Agarda bizni Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizga obuna bo'lsangiz, u yerda Kanada bo'yicha vakansiya qo'yilgan va ro'yxatdan o'tish havolasi bor. Havola ustiga bosganingizda sizni platformaga olib o'tadi. Ya'ni bu platformada siz telefon raqamingizni kiritasiz va o'zingizni yodingizda qoladigan birorta kod yozasiz va tasdiqlash tugmasini bosganingizda sizdan hujjatlar so'raladi. Bu hujjatlar ismingiz, familiyangiz, qaysi chet tilni bilasiz, hozir qaysi davlatdasiz, jinoiy sudlanmaganmisiz, oxirgi tugatgan deylik maktabingiz, kollejingiz, universitetingiz, ya'ni mutaxassisligingiz qaysi chet tilni bilasiz va qaysi darajada bilasiz, boshlang'ich, o'rta yoki bemalol suhbatlashish darajasi va oxirida o'zingizni telefon raqamingizni qoldiring, biz sizga aloqaga chiqishimiz uchun deyiladi va mana shu savollardagi bo'sh kataklarga o'zingizni ma'lumotingizni yozib qoldirasiz va oxirida tasdiqlash tugmasini bosganingizdan so'ng sizga aloqaga chiqishadi. Hammasi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Aytib o'tganimdek, hozir sizga bizning Telegram kanaliga qanday obuna bo'lish kerakligi haqida videoni ko'rsataman. Mana shu videoni ko'rib ham bizning Telegram kanaliga obuna bo'lib, ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi yoki mana shu video kommentariyasida ismingiz, yoshingiz, kasbingiz hamda qaysi davlatda ekanligingizni yozib qoldirsangiz ham biz sizga havolani hamda Telegram manzilimizni tashlab beramiz. Bemalol ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysi tur davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Men o'ylayman, hammasi tushunarli bo'ldi. Eng asosiysi, u yerdagi oylik maoshlar eng kamida $3000 tashkil etadi. Sizlar bilan dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.